بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram azizlar, Muxtasarul Viqoya kitobining sharhiga oid darslarimizni davom ettiramiz. O'tgan darslarimizda namozning vaqtlari va undan tashqari namoz vaqtiga oid azon masalasi xususida birgalikda ushbu kitobdan o'qigan edik. Inshaalloh bugun namozning shartlari, bizning urfimizda namozning tashqi farzlari deb ataladigan namozga oid bir shartlar xususida bo'ladi. Ma'lumki, bir narsani ushlab turadigan narsa ikkita narsadan iborat bo'ladi. Uni shart va rukun deyiladi. Ya'ni bir narsa vujudga kelishligi uchun unda ikkita narsa kerak bo'ladi. Birinchi rukun, ikkinchi shart. Shart bilan rukunning nima farqi bor deyiladigan bo'lsa, rukun bir narsani asosiy o'sha tarkibi. U o'sha narsa, ya'ni rukunsiz u narsa vujudga kelmaydi umuman. Ya'ni bir narsa topilishligiga zarur bo'lgan, u bo'lmasa o'sha narsa topilmaydigan narsa o'sha narsaning o'zining tarkibiy qismida bo'lsa, bu rukun bo'ladi. Lekin uning ichiga kirmasa, uni tarkibida bo'lmasa, lekin u uchun zarur, lekin o'sha bo'lmasa u topilmaydi. U shart bo'ladi. Buni nimaga o'xshatamiz? Masalan, uy qurish. Uy qurish uchun ketadigan narsalar nima ketadi? Tosh, boshqa misol materiallar, qurilish materiallari ketadi. Busiz uy binoga kelmaydi. Bular lekin uyning o'zini bir tarkibi bo'lgani uchun buni rukun deyiladi. Lekin yana bir narsa kerakki, uy qurishlik uchun. Usiz uy qurib bo'lmaydi, lekin u uyning bir qismi emas. Bu uyning tarkibiga kirmaydi. Nima u deyilsa, u yer masalan. Yer. Uy qurish uchun yer kerak bo'ladi. Yersiz uy qurib bo'lmaydi, lekin yer uyning bir qismi emas. Bu shartning o'rnida. Mana namozning sharti deganimizda usiz namoz bo'lmaydi, lekin u narsalar namozning ichiga kirmaydi. Namozning bir qismi emas. Rukunlar bor, usiz namoz bo'lmaydi, lekin ular namozning bir qismi, masalan, ruku, sajda degan narsalar. Endi shart bilan rukunning asosiy farqi shuki, bir shart bo'ladigan bo'lsa, uning ustiga bir necha rukunlarni qilsangiz bo'ladi, qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, bitta yer bo'ladigan bo'lsa, uni ustiga bir uy qurganingizdan keyin uni buzib tashlab, yana bitta uy qurishingiz mumkin. Mana shunga o'xshab, masalan, namozning tashqi farzlari bo'lsa, uni, ya'ni shartlari deyapmiz. Shartlarni bajarsangiz, qancha rukun qo'ysangiz bo'ladi uning ustiga. Masalan, tashqi farzlar tahoratli bo'lish, mana shu narsalar aytilyapti, avrat yopiq bo'lishligi, bu narsalar bilan qancha namoz o'qisangiz bo'ladi. Chunki bu namozning bir qismi emas, tashqaridagi narsa hisoblanadi. Bugun inshaalloh ana shu namozning shartlari xususida birgalikda kitobimizdan iboralar o'rganamiz. Bu borada Muxtasarul Viqoya kitobining mualliflari Ubaydulloh ibn Mas'ud rahmatullohi alayhi shunday dedilar: Shurutus solati hiya tuhru badanil musalli min hadathin wa khabathin wa thawbihi wa makanihi wa satru awratihi wa istiqbalul qiblati wa niyyatu. Mana shu shartlar. Ya'ni namozning shartlari, namoz o'quvchining badani hadas va xabasdan pok bo'lishi kerak. Ya'ni hadas hukmiy betahoratlik, ya'ni u junub bo'lmaslik kerak, tahoratsiz bo'lmaslik kerak. Va xabasin va haqiqiy ko'rinib turadigan najosatdan namoz o'quvchining badani pok bo'lishi kerak. Ana shunda u namoz o'qishlikka tayyor bo'ladi. Agar betahorat bo'lsa, junub bo'lsa yoki bo'lmasa, badanida o'sha namozni man qiladigan darajada najosat bo'ladigan bo'lsa, u inson namoz o'qishi mumkin emas, namozi namoz bo'lmaydi. Va thawbihi va uning kiyimi nopoklikdan, xabasdan pok bo'lishi kerak. Va makanihi va makoni pok bo'lishi kerak. Alloh taborak va taolo insonni pok bo'lishga buyuradi, xususan namoz vaqtida. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomdan hadis keladi, tahoratsiz namoz emas deb. Lekin mana bu kiyimi, badani, joyi pok bo'lishligiga nima dalil bo'ladi deydigan bo'lsak, va thiyabaka fatahhir. Alloh taolo kiyimingni pokla deydi. Namoz uchun kiyim pok bo'lishi kerak. Pok bo'lmaydigan bo'lsa, u namoz bo'lmaydi.
Endi insonning kiyimi doim o'zida turadigan narsa emas. Kiyimni yechib qo'ysangiz ham bo'ladi. Almashtirsangiz ham bo'ladi. Ulamolarimiz kiyimniki Alloh taolo poklashga buyurgandan keyin u insondan ajratsa bo'ladigan narsa. İnsondan ajramaydigan uning badani bor va inson ajramaydigan joy bor. Ya'ni doim u bir joyda turadi, bir makonda turadi. Havoda turmaydi. Ya'ni joydan, inson makondan va badandan ajramaydi. Ajraydigan kiyimdaki uni poklashga Alloh buyuradi. U pok bo'lmasa namoz bo'lmaydi. Shunday bo'lgandan keyin endi insondan ajramaydigan bu narsalar badan bilan makonni ham pok bo'lishligi shart bo'ladi, ya'ni farz bo'ladi deb aytadilar. Wasatru avratihi. Keyingi shart bu avratni mastur bo'lishligi, yopiq bo'lishligi. İnsonni avrati namoz o'qiyotgan vaqtda to'silgan bo'lishi kerak, yopiq bo'lishi kerak. Bu ham namozning shartlaridan biri hisoblanadi. Bu narsaga nima dalil? Bunga ijmo'i ummat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ummatining ulamolari butun ummat ijmo qilgan masala bu. Namozda satri avrat bo'lishi kerak. Namoz avrat ochiq bo'lsa namoz durust bo'lmaydi. Bu borada ba'zi bir hadislar ham keladi. Xoiza, ya'ni balog'atga yetgan ayol ro'mol bilan namoz o'qsin degan hadisni rivoyat qilinadi. Shundan kelib chiqib ham mana shuni dalil qilinadi. Sahobiy hidoyat shuni dalil qilganlar, lekin ulamolar bunga ijmo dalil deganlar. Buning farzligiga qat'iy dalil bormi deyilsa, bu dalil nima? Ijmo. Butun ummat ijmo qilgan, butun ummat ulamolar ijmo qilganki, namoz satr avrat bilan durust bo'ladi. Avrat ochiq bo'lsa durust bo'lmaydi. Ba'zi odamlar Malikiylardan ba'zilar keyinchalik xilof qilgan deyiladi, lekin ijmo qaror topib bo'lgandan keyin kimningdir unga xilof chiqishligi e'tiborga olinmaydi. Shuning uchun namozning shartlaridan biri bu satr avrat, ya'ni avratini yopib namoz o'qishlik. Vastiqbalul qibla. Keyingi shart qiblaga qarab namoz o'qish, qiblaga yuzlanishlik. Namoz o'qiganda albatta qiblaga yuzlanishlik kerak bo'ladi. Makkada turgan, ya'ni Makkada Masjidul Haromning o'zida turgan insonlar Ka'bani o'ziga to'g'ri qarab turishlari kerak bo'ladi. Makka shahrida, lekin masjiddan tashqarida masjidga qarashlari kerak bo'ladi. Arabiston shu atrofidagilar Makkaga qarash kerak bo'ladi. Endi Arabiston yurtidan tashqaridagi qolgan olam Arabiston tarafga qarab namoz o'qishligi bu farz. Demak, qiblaga qarab o'qishlik namozning tashqi shartlaridan biri hisoblanadi, tashqi farzlaridan. Usiz namoz bo'lmaydi. Lekin bir narsa e'tiborga olish kerakki, bu yerda o'sha qibla tarafga deyiladi. Yuqorida aytganimizdek, qibla tarafga. Aynan o'sha 100% qiblaga to'g'ri bo'lishligi, ya'ni qiblani o'zini bir chiziq bilan to'g'ri bo'lishligini shart qilishmaydi ulamolar. Chunki shatrol masjidil harom, ya'ni masjidil harom tarafga qarang deyilgan. Shuning uchun 45 daraja ichida bir qiblaga qarab o'qilayotgan bo'lsa namoz durust bo'ladi. Ba'zi masjidlarda ozgina qibla sal burilib qoladigan bo'lsa 5 gradus, 10 gradus. U holatlarda namoz durust bo'ladi. Odamlar buni namozimiz qanaqa bo'lar ekan? Hozir kompaslar chiqib ketdi. To'g'ri chiziq bo'ylab aniqlayapti qiblani. Mana shu kompasda ozgina boshqacharoq bu yoqqa burilib qolyapti deyilyapti. Modomiki 45 gradus burilmagan ekan, namozning farzi topilaveradi. Chunki namozning farzi qibla tarafga qarab yuzlanishlik. Ayni bir chiziqda qiblaga to'g'ri bo'lsin degan shart qo'yilmaydi. Va niyatu, keyingisi niyat. Niyat farz hisoblanadi. Biz yuqorida o'tdik, tahoratda va g'usulda niyat shart emas dedik. Chunki ular niyat bo'lmasa ham o'zining vazifasini bajara oladi. Ya'ni unda niyat qilmasdan savob olmasligi mumkin. Inson tahorat qilganda, g'usul qilganda niyat qilmasa unga savob bo'lmaydi. Lekin savob bo'lmagani bilan uning vazifasi, ya'ni g'usul va tahoratning vazifasi topiladi. Ya'ni inson pok bo'lgan bo'ladi, u bilan namozga kirishi mumkin. Ya'ni namozning kaliti sifatida u o'z ishini bajaraveradi. Garchi ularda niyat topilmasa ham. Lekin namozda niyat shart. Sababi, agar niyat qilmasangiz namozda savob bo'lmaydi. Namozda savob bo'lmagandan keyin u namozingiz boshqa hech qanaqa vazifa bajarmaydi. Namoz savobsiz, xuddi yo'qdek hisoblanadi. Chunki namoz maqsud, ya'ni qasd qilingan ibodat hisoblanadi. Qasd qilingan ibodatlar, ularda albatta savob bo'lish kerak. Savob bo'lmaydigan ishni qilsangiz, masalan, unga niyatsiz kirishadigan bo'lsangiz, unda savob bo'lmagani u narsaning o'zini ham yo'q bo'lganini bildiradi. Shuning uchun niyat qilmagan namoz, niyat qilinmagan roza, niyat qilinmagan zakot u
ro'za bo'lmaydi, zakot bo'lmaydi, namoz bo'lmaydi. Chunki maqsad bundan savob olish. Maqsad savob olish bo'lgandan keyin niyat qilish kerak bo'ladi. Niyat qilinmasa maqsad topilmaydi. Maqsad topilmagandan keyin u qilgan amalingiz durust bo'lmaydi. Boshqa tahorat bilan g'uslda esa niyat topilmasa savob bo'lmaydi, lekin undan boshqa bir maqsad bor. U namozga kalit sifatida o'z vazifasini bajaraveradi. Ya'ni namoz bu maqsud ibodat. Tahorat, g'usl esa vosita ibodatlar. Ularda niyat qilsangiz savob, qo'shimcha savob olaverasiz. Lekin niyat bo'lmasa, u o'z vazifasini ado qilaveradi. Mana shu tahorat bilan namozning o'rtasidagi ularda niyat birida farz emasligini orasidagi farq shundan iborat. Xo'p, bu masalaga oid ba'zi narsalarni aytib o'tamiz. Masalan, bu yerda kiyimi pok bo'lish kerak deyildi. Undan tashqari odamni kiyimi bo'lmasa ham odamni ustida turibdi. U harakat qilganda harakatlanadi u narsa. U to'xtaganda to'xtaydi. Mana shu holatda u narsa ham, misol, kiyimi bo'lmasa ham bir narsani osib olgan o'ziga yoki boshqa narsa qilgan, u narsa ham pok bo'lish kerak. Masalan, ro'molcha osib olingan, kiyilmagan. Ro'molchani osib olgansiz, ro'molcha najosat. U ham namozni man qiladi. Yoki bo'lmasam bir narsani ko'tarib olgansiz, ko'targan hisoblanasiz. Masalan, yosh bolani kimdir ko'tarib olgan, u ko'tarib olishligi qaysi darajada? Misol, bog'lab olgan yoki beliga ko'tarib turibdi yoki ushlab turibdi. Ana shu holatda u bolada najosat bo'ladigan bo'lsa ham, demak u holatda u namoz o'qishlik joiz emas, u kiyimi pok hisoblanmaydi. Masalan, bolani deydi, qo'yib yuborsa, o'zi ushlab turadigan bo'lsa, qo'yib yuborsa. Masalan, bir bolacha bor, ustingizda turibdi. Qo'yib yuborsangiz, nima qiladi? Tushib ketadi. Qo'yib yuborsangiz. Unda nima qiladi? U bolaning ustida najosat bo'ladigan bo'lsa, namoz o'qishligini man qiladi. Lekin o'zi ushlanib turibdi, siz qo'yib yuborsangiz ham tushib ketmaydi. U holatda siz ko'targan hisoblanmaysiz. U alohida bola hisoblanadi, alohida narsa hisoblanadi u bola. Demak, o'sha holatda masalan, najosat sizning ustingizda turgan bo'lmaydi, u alohida narsani ustida turgan bo'ladida, namoz o'qishligingiz joiz bo'ladi. Yana bu yerda joy pok bo'lsin deyildi, ikkita oyoqning o'rni pok bo'lishi kerak hamda sajda qiladigan o'rin pok bo'lishi kerak. Ana shunda namoz durust bo'ladi. Chunki doimiy turadigan joy bu ikki oyoq va sajda qilinadigan joy peshona. Shuni o'rni demak pok bo'lishi kerak bo'ladi. Inshaalloh bu boradagi bu shartlar to'g'risida ba'zi bir tafsilotlar bor. Uni keyingi darslarimizda birgalikda o'rganamiz. Alloh taolo ilmlarimizga ziyodalik ato qilsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.